Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan yana Live Techno kanali. Bugun sizlar uchun yana bir juda ham foydali videoda ko'rsatib beraman. Ya'ni mana bunday iPhone yoki Samsung yoki boshqa bir har xil brenddagi telefonlarni visit paytida kontakt ismini aytishni sizlar uchun juda ham bir chiroyli holatda ko'rsatib beraman. Undan oldin sizlar like va podpiska tugmasini bosib qo'yinglar. Unday bo'lsa qani ketdik. Hozir sizlarga birinchi bo'lib bu narsani iPhone'da qanday yoqilishini ko'rsatib beraman. Buning uchun настройкаga kirib olamiz va hamda eng pastdagi приложение bo'limi va приложениеdan telefon bo'limini topib olamiz. Mana bu telefon, buning ichida объявлять вызови. Mana shuni ichiga kirib, menda hozir mana yonib turibdi. Sizlarda mana bunday nikagida, ya'ni o'chib turgan holatda bo'ladi. Buni sizlar bisekga qilib qo'ysanglar, xuddi shunday sizlarga telefon paytida kontakt ismlarini o'qib beradi. Mana endi sizlar bilan Samsung telefonda bu funksiyani qanday yopish kerakligini ko'rib chiqamiz. Buning uchun telefonimizdagi mana bu telefon, ya'ni vizitlar bo'limiga kirib olamiz. Mana bu tepadagi 3 ta nuqtani bosib, agarda sizlarda ruscha bo'lsa, настройки yoki o'zbekcha bo'lsa, mana bunday parametrlar bo'limini bosamiz. Hamda mana bu yerdagi pastroqqa tushsak, qo'ng'iroqlarga javob berish va tugatish. Ya'ni ruschada ответ и завершить вызов. Shu narsa chiqadi. Buni chektirganimizdan keyin mana bu 3-bo'lim, ya'ni qo'ng'iroq qiluvchi ismni o'qilsin. Shuni chekiramiz. Menda hozir mana ko'rganingdek yoniq turibdi. Buni chekirib, uni yoqib va har doim tugmasini bosib qo'yamiz. Bu har doim telefon bo'lganida shunday o'qib beradi. Agar siz tepadagini bosib qo'yadigan bo'lsangiz, faqat Bluetooth va quloqchinlar. Siz faqat naushnik yoki Bluetooth bo'lganingizda bu narsani aytadi. Buni endi o'zingiz xohishingizga qarab настройкасini sozlab olasiz. Bu funksiya qolgan brendlarda qanday qilib sozlanishini hozir men sizlarga ekranlaringda chiqarib beraman. Undan oldin esa video foydali bo'lgan bo'lsa like hamda podpiska tugmalarini bosishni unutmang va texnika va texnologiya dunyosida sizlar uchun qanday foydali videolar kerak bo'lsa yoki nimalarni o'rganmoqchi bo'lsangiz kommentariyada yozib keting va sizlar uchun ana shu videolarni chiroyli holatda chiqarib beraman. Qolgan telefonlarning настройкасы mana bu ekraningizda ko'rinib turibdi.